Juda ko'pchiligimiz hajga kelganlarda ichimizda bir savollar tug'iladi. Bu amallarimizga qanday savob berilyapti ekan? Nimalar berilyapti ekan? Mana bugun Arafatda o'tiribmiz. Men sizlarga bu savollarga men emas, Rasululloh alayhisolatu vasallamning javobini aytmoqchiman. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisni sizlarga aytib bermoqchiman. Ibn Umar radhiyallohu anhudan. Imom Tabaroniyda keltiryapti. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Ibn Umar aytibdilar, men Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Mino masjidi, Hayf masjidida o'tirgan edim. O zotning huzurlariga ikki kishi keldi. Biri Saqif qabilasidan, ikkinchisi Ansorlardan. İki kishi kelib, ular salom berishdi va aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz sizdan ba'zi narsalarni so'ragani keldik dedi. Shunda Nabiy alayhisolatu vasallam ularga qarab, agar xohlasangiz nima haqida so'ramoqchi bo'lganingizni siz aytmay, sizdan turib aytib beraman dedilar. Xohlasangiz siz aytishingizni kutaman dedi. Shunda ular aytdilarki, bizga xabar bering ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Haligi Saqifli kishi Ansoriyga sen so'ra dedilar. Shunda Ansoriy, ya Rasululloh bizga xabar bering, siz oldingizga nimani aytgani kelgandik dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularga qarab aytdilarki, sen mendan uyingdan Baytullohni niyat qilib chiqishing, Baytullohni tavof qilishing, tavofdan keyingi 2 rakat namozing, Safo va Marva orasida sa'i qilishing, Arafa kunida turishing va shaytonga tosh otishing, qurbonlik qilishing, sochingni oldirishing, undan keyin Baytullohni tavofi ifoza qilishing uchun qanday ajr mukofotlar borligi haqida so'ramoqchisan dedilar. Haligi odam vallazi ba'athaka bil haqqi, sizni haq payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam ichib aytamanki, an hada jitu as'aluk, mana shuni sizdan so'ragani keluvdik-da. Qarang, hali savolini bermasdan turib payg'ambarimiz aytayaptilar. Xuddi shu savolni go'yo biz beryapmiz azizlar. Tasavvur qiling. Rasulimiz alayhisalom bizga aytayaptilar, seni uyingdan haj niyati bilan chiqishliging, tavof qilishliging, mana Minoda turishligi, vuquf Arafat, shaytonga tosh otish, soch olish, tavof ifoza, Safo Marva, mana shularga nima savob berilishini xohlaysizmi? Ana endi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning javoblarini eshiting. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday dedilar. Hurmatli hoji-akalar, hoji-onalar, siz bilan bizga berilgan mukofotni eshiting. Rasulimiz aytibdilar, uyingdan Baytullohni niyat qilib chiqsang, tuyang har bir qadamini bosganida va ko'targanida Alloh senga bitta hasanat yozadi va bitta xatoingni o'chiradi. Baytullohni tavof qilishingga kelsak, deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom, har gal qadamingni bosganingda va ko'targaningda Alloh azza va jalla uni evaziga senga bitta hasanat yozadi va bitta xatoingni o'chiradi. Va amma rak'atak ba'da tavof, ammo sen tavof qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qisang, mana maqomi Ibrohimda o'qishga harakat qilamiz 2 rakat namoz. Va ka'itaq raqaba min bani Ismoil, Ismoil alayhisalomning avlodidan bittasini qullikdan ozod qilganing savob beriladi. Va amma tawafuk bis Safa wal Marwa ba'da zalik ka'itaq 70 raqaba. Endi sen 2 rakat namoz o'qib Safo Marva orasida sa'i qilasan. Qarang, tartibini aytayaptilar hammasini. O'sha Safo Marvani orasida tavof qilayotganingda sa'i qilganing evaziga senga 70 ta qulni ozod qilgani savob yoziladi. Safo Marva orasida gaplashib yurib bo'lmaydi-da azizlar. Suhbatlashib yurib bo'lmaydi u yerda. Shuncha savob berilyapti. U yerda yig'lab yurish kerak. Gaplashmaslik kerak, boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak. O'sha joyda shu hozirgi hadisni ko'z oldingizga keltirib, go'yoki mana shu qilgan amalim uchun 70 ta qulni ozod qilgan savob bo'ladi. Juda katta savob beriladi. Endi Arafa kunida, Arafa vuquf turishingga kelsak, deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Alloh azza va jalla o'sha kuni dunyo osmoniga tushadi, ya'ni rahmati bilan bandalarga yaqin bo'ladi. Sizlar bilan farishtalarga faxrlanadi va bandalarim rahmatimdan umid qilib
uzoq yo'llardan sochlari to'zg'igan holda huzurimga kelishdi. Agar gunohlaringiz qum sonicha, yomg'ir tomchilari adadicha yoki dengiz ko'pigicha bo'lsa ham men ularni mag'firat qildim. Ey bandalarim, mag'firat qilingan holda va kimni shafaat qilgan bo'lsangiz, u ham mag'firat qilingan holda tushinglar dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam. Azizlar, hojining maqomi naqadar ulug'. Alloh taolo faqat hojini o'zini, balki u kimni haqqiga duo qilib qo'ygan bo'lsa, uni ham gunohlarini kechiryapti. Va amma ramikal jimar. Rasulimiz so'zlarini davom ettiryapti. Hali savolga javob beryapti. Ammo endi seni tosh otishing bu ham o'yin emas. Shaytonga tosh otish ham o'yin emas, azizlar. U kimlardir borib bir o'yin qilib, kulgi qilib, hazil qiladigan joy emas. Mana shu har bir otgan toshing uchun bittadan halokatga olib boruvchi katta gunohlaringni kaforat bo'ladi, deyapti. Har bir otishingga bittadan gunohlaringga kaforat bo'ladi. Va amma nahruq. Endi uni orqasidan qo'y so'yamiz, qurbonlik qilamiz. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilar-ki, mana shu qurbonliging esa Robbing huzurida saqlab qo'yilgan, unga qancha ajr berishini Allohning o'zi biladi, deyapti. Allohning o'zi biladi. Endi sochingni ogizasan yoki qisqartirasan. Va amma hilaquk ra'sak falaka bikulli sha'ra. Har bir tolasi uchun bittadan hasanot yoziladi va har bir tolasi uchun bittadan xatoying o'chiriladi, deyaptilar payg'ambarimiz. Ana buni qilib bo'lganingdan keyin va amma tawafuka bil bayt ba'da zalik fa innaka tatufu va la dambalak. Ana endi tavofi ifoza qilyapsan, deyaptilar payg'ambarimiz. Tavof qilayotganingda senda gunoh qolmagan bo'ladi, deyaptilar. Shu hadisni topganimda, o'qiganimda to'g'risi vujudlarim titrab ketdi. Hozir sizlarga o'qib beraman. Hamma yo'q tugadi. Tavof qilyapsiz. Bo'layotgan holatni aytyaptilar. Ya'ti malak hatta yad'u yadayhi bayna katifayka. Sen gunohlardan xoli bo'lib tavof qilayotganda bir farishta kelib seni orqangga, katifingga qo'lini qo'yadi. Ya'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma mada. Ey banda deydi-ki, bundan keyin yaxshi amallarni qilgin, seni gunohlaring kechirildi deydigan asli. Allohga shukr. Agar mana shunga eson-omon yetib kelsak, shu gunohlardan qutulsak, orqamizga farishtaning qo'li tekkanini his qilishligimizni Allohdan so'rab, gunohlardan xoli bo'lib olishimiz kerak aslar. Ana shunga tayyorgarlik ko'rib, bugun biz Allohdan so'raylik. Alloh ibodatlarimizni qabul qilsin. Gunohlarimizni Alloh kechirsin.